Assalomu alaykum hammaga. Mana shu Rayhon shifo poliklinikasiga kelib, shu davolangani keluvdik. Yaxshi natijalar, shu davleniya, pochka, jigar, o't, shu ichakda muammolar bor edi. Hammasi mana 9 kun ichida bartaraf bo'ldi. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, hamma yoq chiqayotgan odamni ichidan chiqayotgan narsalarni ko'rdik, boshqasini ko'rdik. Muolajalar yaxshi, o'z vaqtida. Natija zo'r, Allohga shukr. Endi Xudo xohlasa mana yana qolgan mana davolashdan keyingi mo'jizalarni nimasini qilib olsak, shu bilan yanayam o'zimizni yaxshi tutamiz, Allohga shukr. Xudo xohlasa sog'lig'imiz yaxshi, mana zo'rib qoldik. 50 yoshdaman. O'zimga qaraganda ancha yosh tutyapman o'zimni. Xudo xohlasa yaxshi bir ishonch bilan kelib dadil davolansa bo'laveradi. Bunaqa gumonda boshqada nimada anaqasi yo'q. Xudo xohlasa Alloh shifo bersa o'ziga oson. Kelganimizdan beri 4 marta tozaloq bo'ldi. 4-ovida ham o'zimiz guvoh bo'ldik. Rasmlarga olib ichimizdan chiqqan axlat, tosh, qum, gijjalar hamma yo'q. Shu yig'ilgan narsalarni ko'rib o'zimiz ham hayron qoldik. Endi tortsak o'zi 1 kilodan ham oshib ketsa kerak u jonivor endi. Bu yog'ini Alloh biladi. Shu yerdagi shifokorlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Tanijonlari sog' bo'lsin, ularga ham Alloh niyatlariga yetsin. Shu xalqimizga xizmat qilishdan to'xtamasin. Allohim o'zi kuch-quvvat bersin. Hammanglarni e'tiboringiz uchun rahmat. Tinch bo'linglar. Dardi mana shifo dardida yurganlarda shu kelib davolansa bo'laveradigan. Mana biz xalq tilida gapiryapmiz. Unaqa yolg'on nimasi yo'q. Oshiqcha bir haligi antibiotik, oshiqcha kuchli dori borisi yo'q ekan. Hammasi giyohlar. Ishonsa bo'ladi. U nimasi yo'q. Xudo xohlasa hammaga Alloh shifoi kulli karam bersin. Rahmat hammaga.